Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Holand uchun kurashda yangi da'vogar paydo bo'ldi. Timetalk nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, Paris Saint-Germain norvegiyalik to'purarni sotib olish uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. Avvalroq futbolchiga Real va Barselona klublari ham qiziqish bildirgan edi. Qayd etilishicha, Holandning o'zi Ispaniyaga qochib o'tish variantini afzal ko'rmoqda. Biroq yakuniy qaror aniq takliflardan kelib chiqqan holda qabul qilinadi. Siz nima deb o'ylaysiz, Holand Manchester Cityda qolishi kerakmi yoki? Manba: Mbappe, Vinicius va Rodrigoning ketishini istamoqda. Kylian ularning o'rniga futbolchi tanlab qo'ygan. Yulduz hujumchi Kylian Mbappe bilvosita Realning transfer rejalariga aralashmoqda. Fransiyalik futbolchi klub yozda Vinicius Junior va Rodrigodan voz kechishini istamoqda. U o'z pozitsiyasini qaymoq ranglilar rahbariyatiga allaqachon ma'lum qilgan, deb xabar bermoqda El Nacional. Manbaning ma'lumotlariga ko'ra, Mbappe Real yuqorida tilga olingan braziliyaliklar o'rniga Bavariyadan Michael Oliseni sotib olishga umid qilmoqda. Olise Kylianning hamyurti hisoblanadi. Ularning ikkalasi ham fransiyalik. Avvalroq ommaviy axborot vositalarida Olisening xizmatlariga Realdan tashqari Barselona ham qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ha do'stlar, Olisening ham sovchilari ko'paymoqda. Siz nima deb o'ylaysiz, Olise qaysi klubga o'tish kerak? Real yoki Barsa? Santos Ronaldu Jahon chempionati 2026 da o'ynashi kerakmi degan savolga javob berdi. Portugaliya terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Fernando Santos Cristiano Ronalduning jamoa uchun qanchalik muhim ekani haqida fikr bildirdi. Bu haqda Eurofootball.ru xabar beradi. Oy boshida Al Nassr hujumchisi 41 yoshni qarshi oldi. Ommaviy axborot vositalarida esa yulduz futbolchi hozirgi holatida ham Portugaliya uchun qay darajada zarur ekani borasidagi bahslar tinmayapti. Ronalduni ichda asosiy tarkibda ko'rish kerakmi? Har bir murabbiyning o'z taktik qarashi bor. Agar Cristiano yaxshi formaga kirib, eng yuqori jismoniy holatda bo'lsa, u tabiiy tanlovga aylanadi. Uning professionalligiga hali ham shubha yo'q. U men bilan hech qachon faoliyatini yakunlash haqida gaplashmagan. Ammo men uning ketishiga hali ancha bor, deb umid qilaman, deya Santosning so'zlarini Al Nassr zona keltirdi. Ronaldu Jahon chempionati saralashida raqiblari darvozasiga 5 ta gol kiritdi. Oltin top 2026 favoritlar ro'yxati yangilandi. Mbappe peshqadam. Da'vogarlar kuchli oltiligi: Kylian Mbappe Real Madrid 26%, Harry Kane Bavariya 18%, Lamine Yamal Barselona 16%, Declan Rice Arsenal 10%, Erling Haaland Manchester City 8%, Vinicius Junior Real Madrid 4%. Sizningcha bu yerda kim haqli? Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.